Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, navbatdagi yana bir o'ziga xos fasondagi juda ham bir chiroyli darvozamizni o'z joyiga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Albatta bu darvozamizni Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani O'raqbolg'a qishlog'iga olib kelib o'rnashtirib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, darvoza o'rnatish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga bir kerakli, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz va aziz yurtdoshlar, shunaqangi sifatli temir darvozalar qo'ydirish niyatida yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol ekran ostida nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz 1/3lik listda, reflyonka listda yasalgan. Darvozamiz hamyonbop darvozamiz. Mana stoykalari 8 ga 8 lik 2 lik stena bo'lgan. Qovurg'a profillari 6 ga 4 lik, 1,5 lik stenali qalin profilda bo'lgan. Listlari 1/3lik reflyonka listda bo'lgan. Aziz yurtdoshlar, avtomobil kirib chiqadigan qismi 8 lik shivler qo'yib berilgan. Darvozamiz razmeri eniga 3.60, bo'yiga 4 metr razmerda bo'ldi. Darvozamizni kraskasiga to'xtalib o'tsak, aziz yurtdoshlar, mokriy asfalt svetda xonadon egalarining zakaziga qarab, shu glansli holatda qilib sepib berganmiz va mana shu kletka joylariga nerjavikalarni yopishtirib, o'ta ham bir ideal holatda qilib, juda ham chiroyli holatda chiqdi darvozamiz. O'zlaring ko'rib mana baho berishlari mumkin. Va teva qismini mana shu 40-45 sm qismini darvozamiz bo'yi balandligini hisobiga ochilmaydigan promoga qildik va darvozamiz 350 sm da ochiladi, o'pshi ochilish. Hurmatli yurtdoshlar, va havo aylanishini hisobiga darvozamizni mana tepa qismini lazerda gul o'ydirib, chiroyli qilib ishlab berganmiz. Bu darvozamiz dastavka ustanovkasi ichida aziz yurtdoshlar 1 kvadrat metri 820 ming so'mdan kelib o'rnadi. Hamyonbop hozirgi kunda juda ko'p bir yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan fasondagi darvozalarimizdan biri. Albatta bu narxning ichida O'zbekiston bo'ylab albatta xizmatlarimiz mavjud. Bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa kelishtirilgan holda chiroyli qilib zakaz bo'yicha tayyorlab o'rnashtirib beraveramiz. Mana shu zamoklar ham aziz yurtdoshlar yaxshi xizmat qilib turgan hozirgi kunda Zuber zamoklaridan qo'yilgan. Darvozamiz общий summasi 11 million 200 ming so'mga kelib o'rnadi. Albatta ko'rib baho berasizlar aziz yurtdoshlar. Yo'qsa bitta like bosib, kommentariyada o'zlaringni qiziqtirgan savollarni qoldirib o'tishlaring mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat.